himoya qiladigan, bitta dehqon emas, yerni himoya qiladigan bir siyosiy kuch bo'lmaguncha bizda tuzum o'zgarmaydi. Biz tuzumni o'zgartirish uchun bir siyosiy kuch tashkil qilish kerak. yillarning boshida boshqa muxolif partiyalar qatori Erkin dehqon partiyasi tuzishga harakat qilindi. Olim aka Karimov professor, texnika fanlari doktoridir. Shu inson ushbu partiyani tuzishda tashabbuskorlardan biri bo'lgan. Mana u kishining partiya va partiyalar tuzilmalari haqidagi fikrlarini eshitaylik. Baxtga qarshi bizda ko'p partiya, lekin u partiyalar o'zini orqasidan xalqimizni ergashtira olmadi. Katta bir siyosiy kuch bo'lib, davlatdagi apparatdagi kamchiliklarni ro'y-rost ochib berishga qurbi yetmadi. Shuning uchun ularning ahamiyati nihoyat darajada past. 1992-yil Oltin vodiy deb nomlangan Farg'ona gazetasida Erkin dehqon partiyasi dasturi e'lon qilingan edi. Hatto ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgan. O'sha payti zamon nisbatan alg'ov-dalg'ov bo'lgani uchun bo'lsa kerak, bu harakat qo'llab-quvvatlanmadi. Balki endi islohotlarni quyidan qo'llab-quvvatlash uchun muxolif partiyalarning vaqti kelgandir. Vazifa shundan iboratki, bu kamchiliklarni tugatishda muxolifatga katta yo'l ochib, muxolifatni e'zozlab, muxolifatga sharoit tug'dirib berib, muxolifat elagini vujudga keltirish. Endi bizga haqiqiy bilagida muskulini ishga solib, yeng shimirib ish qiladigan partiya a'zolari kerak. Haqiqiy dehqonlar kerak, haqiqiy ishchilar kerak, haqiqiy ziyolilar kerak. Bularni vujudga keltirish uchun partiya a'zolari pastdan bo'lish kerak. Bularning hammasini ildizi yerdan bo'lish kerak. Ular partiyani pokligi uchun kurashadi. Partiya pokligi uchun kurash, tanqid, o'zini tanqid, davlatni kamchiliklarini tanqid ostiga olish bilan o'tadi. Endi biz ham O'zbekiston Ozod dehqonlar partiyasi agarda vujudga kelib qolsa, biz haqiqiy dehqonlarni partiyasi bo'lib, butun kuch-quvvatimizni O'zbekiston dehqonlarini uyushtirib, ularni baxt saodati uchun kurashamiz. Kurashganda ham nari beri emas, haqiqatan jon qo'ydirib kurashamiz. Biz munosib hayot umidida yashaymiz. Hozirgi kunda 23 mingdan oshiq fermerlarimiz bor. Men ishonaman, vaqti kelib ularning soni 100 minglab bo'ladi. O'z ta'sirini o'tkaza oladigan kuchga aylanadi. Ularning ma'rifatli vakillari Oliy Majlisda ishtirok etishib, erkin dehqon huquqlarini, bizning eng katta boyligimiz, ona yerimizni chinakkamiga himoya qilishadi. Islohotlarimiz taqdiri, mustaqilligimiz taqdiri oxir oqibatda mana shularga bog'liq. Bugun bunga birinchi qadamlar qo'yildi. Mana hozir 74 yoshga kirdingiz. Shu hayotda sizga kuch-quvvat beruvchi bu nimadir? Menga kuch-quvvat beruvchi asosiy narsa bu yer, mehnat. Meni otam, buvalarim dehqon o'tgan. Men ham shu dehqonchilikni juda yaxshi ko'raman. Dadamga har kuni 2-3 marta borib mehnat qilmasam, ko'rmasam yo'qman demaydi.
yerga man xullas kalom yerni jonimdan aziz ko'raman-da, yerni juda hurmat qilaman. Chunki shu yer orqasidan mana boyayapmiz, bola chaqalarni uyli joyli qildik, mashinalar olyapmiz. Mana tegirmonlarimiz bor, magazinlarimiz bor. Hamma narsa yetarli. Bu faqat yer orqasidan. Yerga mehr qo'ygan, yerni suygan odam kam bo'lmaydi. Men bolalarga shunday tushuntiraman. Ana bizning vatanimiz mana shu yer. Yer bizni boqyaptimi? Kamchiligimizni bekityaptimi? Mana shu bizning vatanimiz. Ana shundagina biz umumiy olganda davlat miqyosida vatan qandayligini tushunamiz. Agar tashqaridan bizning davlatimizga bir xavf tushadigan bo'lsa, men oldin mana shu bir parcha yerimni o'ylab turib, keyin o'sha yoqqa otlanaman. Meni birov chaqirish kerak emas. Men bolalarimga aytaman, kuching bormi? Mana himoya qilgin chegarangni. Ana sen mana shu bir parcha yeringni deb o'sha yerga borgin deyman.